bir zumda yoshliginglarni eslatib yuboradigan joyi ko'rsataman. Oldin yoshligimizda bo'ladigan sosistka xonalarni yangicha formati. Bu yerdagi sosiskalar aynan o'sha yoshligimizdagi sosisskalarni eslatar ekan. Yonidagi ikrasi, garchitsasi, pyuresi sizga yorqin emotsiyalar berishi aniq. Bu yerda hech qayerda uchratmaydigan sosiska turlarini uchratsangiz bo'ladi. Sariyoli deysizmi, ketchupli deysizmi? Shundoq kesasiz, ichidan sariyo sizib chiqadi. Mijozlarga qulay bo'lishi uchun har xil setlar qilib qo'yishgan ekan. Masalan, qizdirilgan sosiska seti. 4 ta qizdirilgan sosiska, non, ikra, garchitsa va souslari bo'ladi. Xuddi shuni qaynatilgan sosiskaligi, pyureli sosiska, ketchupli sardelka, sariyoli sardelka variantlari ham bor. Menga bu joyi maqtashgandi. Haqiqatan maqtaganchalik bor ekan. Albatta kelib yeb ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Agar mahsulotligi sizlarga yoqib, uydagilarni ham mehmon qilmoqchi bo'lsangiz, shundoqqina yonida lavkasi ham bor. Bu yerdan xohlagan mahsulotinglarni olsanglar bo'ladi. Hamma mahsulotlar halol sertifikatiga ega. O'tirish uchun ham juda qulay va shinam joylar qilib qo'yishgan. Maza qilib ovqatlanish uchun hamma shart-sharoitlar bor. Adresi Chilonzor ro'didan Cho'ponotaga qarab yurganda chap qo'lda. Bu yerdan tashqari shahar bo'ylab yana 5 ta filiali bor. Opisiyaga manzillarni qoldirdim. Bu videoni yoshlikda birga o'sgan do'stingizga jo'natib qo'ying.